Tak do'stlar, 20 aprel qisqa tilida obzor beraman. Misol uchun kecha 20 aprelda yaxshi ishladik. Mana trendinglarni o'sha aytganimdek trendinglarni buzdi. Tillarni ko'rsanglar i tili uchib ketdi, to'g'rimi? Mana qaranglar. Kecha aytdim, agar 15 minutga sham buzsa ketdi bay. 270 ketdi. Bizga 290 tips yurdi. Lekin mana shu retestga agar kimdir обязательно kutinglar. Probой bo'lganda retestdan kirganinglarda risk kamroq bo'ladi. Shuning uchun shuni probой qildi, retestdan kirdik, ishladi. Keyin yana o'sha bu SNR zona shakllandi. Bu yerda yana bay ketdi. Уже buni hisoblasak, undan ham ko'p. Ha, qancha? 400 pip ishlayverdi, bo'ldi. Endi bu ssenariy ishlayverdi kechagi. Endi bugungi man kutayotgan ssenariy qaranglar. Bu haliyam bizani targetimiz mana shu zona, target zona bu TP bo'ladi. Hozirgi kunda man buni TP2 deb belgilayman, tushuntirib beraman nimaga. O'xtay. Buni TP2 TP2 bo'ladi, chunki hozirgi davr TP1 ham bor. Bu TP2 man kutaman, chunki mana TP1imiz mana shu hozirgi davr. Tushuntirib beraman nimaga bu TP1. Bu TP1 bo'ladi, chunki man bay kutaman. Ssenariy baymanda bizda mana shu reaksiya zonamiz bor haliyam. Bu SNR zona. Buni SNR deb belgilaymiz. SNR zonamiz bir, keyin yana zonamiz bor. Bu tak order blok. Order blokda keyin yana zonamiz bor. Bay ishlashga четкий zona bor, mana til balans ham bor. Mana shu 3 zonada men reaksiya kutaman. Inverda belgilab qo'yaman. Mana shu 3 zona bizda reaksiya. Nima ssenariy kutamiz? Shundoq proboy, shuni o'rgatganimdek proboy 15 minut isham proboy. Biza bay xudo xohlasa uchamiz. Tak. Proboy do'stlar qaranglar. Proboy qilgandan keyin retestdan kirganinglar ma'qul. Bu TP1 bundan yurib yana TP2. Tak, bu hozirgi prognoz. Tak. Mani kutayotganim mana shu zonalarga tushish kerak. Mana shu zonalardan bay kutaman. Yo imbalansdan reaksiya beradi yoki order blokdan yoki SNRdan. Mana shu uchalasidan reaksiya beradi. To'g'ri, mana bu yerda ham imbalans bor. Mana agar men bu stopni yechib, mana bu yerda imbalans bor. Bu men kuchli emas deb o'ylayman. Lekin hozir ssenariy men tilla bay kutaman. Chunki конечно bay bo'ldi, korreksiya berishga, korreksiyadan keyin bayga kirib olamiz. Agar mana bu yerdan SNR zona biza kirmaymiz, reaksiya kutishimiz kerak обязательно. Agar tilla mana shu pasayib ketsa, пожалуйста, kelib tursin. Chunki bizada katta time frame'da mana bu yerda ham o'zini imbalans zona bor, bay zonamiz bor. Tak. Mana bu ham bay zonamiz bor. 3 ta bay zona, tak. Kuchli bay zona. Tak, do'stlar, mana bu yerda imbalansda ozgincha reaksiya berish mumkin. Kuchli zona mana bu yerdan bay kutaman. Mana shu zonalardan men bay kutaman. Обязательно bay tushuntirib bergandim o'sha bay. Bizga обязательно high low перехай qilib retest qilib обязательно перехaydan keyin retestdan bay kiramiz. Tak, nimaga bay banda hozir yo'nalishim bay, chunki brend pastga ketyapti. Hozir neft armuzga prolif ochildi, neft pastga ketyapti. Kunida ko'ramiz, neft past o'zini eski holatiga qaytishi kerak. Eski holatga qaytsa tilla o'syapti, tepaga ketyapti tillamiz. Chunki bir kunlikda mana shu zonani kutaman, mana shu yoqqa chiqish kerak. Mana bu yerda hozir SNR zona bo'ldi. To'g'rimi? Mana breakout retest SNR kuchli zonada hozir agar mana shu zonani buzsa, bir kunlikda mana shu buzsa pastga ketamiz. Buzmasa, men o'ylayman shu tilla mana shu zona 5000 ni ko'rishimiz kerak, 5000 ko'rishimiz kerak. O'shaning uchun 15 minutlikda kutinglar. Bu hozir korreksiya bo'lyapti. Mana bu eski planlarimiz to'g'ri. Mana analiz vaqtida mana mana. Tak. 15 minutlik kutamiz. Tepaga ketish kerak. Bu futures yuzadan ochma. Mana 15 minutlikda mana shu trendingdan bu retestdan bay.
tepa 1, tepa 2'miz bor. Sho. Takamiz mana shuni ko'raman, lekin bizda 5,5 va 7 kuchli anaqa newslar bor bo'ladi. Tilla manbai ko'raman. Konversiya ishlaydi.